O'ylaganda durushiga dedim kullim esinden topolmaydiydin o'yan sen tegiles bu men emas sen tegiles janıma dava sen maga dava sen tegiles bu men emas janıma dava sen maga dava seni görsem ben deme yürek soğar sır vermey dertime yem janıma dava bakalerim sen maga dava seni görsem ben deme yürek soğar sır vermey dertime yem janıma dava bakalerim sen maga dava seni görsem ben deme yürek soğar sır vermey dertime harakat qildik. Pelyonочкаlar bular ham yumshoqqina paxtadan bo'lgan ayollar uchun skladish ichida 30 ta bo'ladi. Tadam! Agar yoqsa, yana shundan xarid qilamiz. Hozircha bitta pachka. Universalniy bir martalik plyonkalar bolajonimiz uchun shunaqa losyon va shampunidan oldik. Bularning narxi 129.900 va 99.900. Bolajonimizni pampers kiydirishdan oldin aynan shunisini sursak, qizarishlarni oldini olar ekan, yumshoqqina qilib berar ekan. Bu esa ayollarimiz uchun juda kerakli narsa. Bu lichkamga selitama. Влажный salfetka ham oldik. Одноразовый pamperslarda. Bu krem esa hozirgi kunda tug'ruq jarayoniga tayyorlanayotgan mamichkalar uchun qornidagi tirish tushib ketishini oldini olmoqchi bo'lsanglar, aynan shu kremni sizlarga tavsiya qilaman. Boyagi sanasanni shunaqa probniklari biz uchun shunaqa quloqni tozalaydigan quloq tozalagich. Va albatta kattalar uchun bir martalik taglik. Eng kichkina, eng asal bejevый расцветкadagi shunaqa asal kiyimchalar. G'alati bo'lib ketyapman, men nariyoqqa o'tib ketib buni ko'rib yuraveradi. Asalam. Bundan bo'lib ketyapti. Kichkinaligini bu videoda shunaqa katta ko'rinyapti, lekin juda kichkina shunaqa qo'lqopchalari. Baby Centerdan yig'gan sumka roddomimiz shunaqa narsalardan iborat edi. Nimalar kerak emasligini yana kommentga yozib qoldirishlarini so'rab qolamiz.